O'zbekistonga 3-4 kunda qaytamizda. Yana ish, yana xizmat, yana ijod, yana o'g'limni kam ko'raman. Lekin bilasizlarmi? Sahna va musiqa bu meni hayotimning mazmuni. Lekin shunaqa paytlar kelar ekan, odam dam olish kerak ekanda. Menda переутомление bo'lib ketibdi-da. Shunaqa darajada charchagan ekanman, shuncha yil ishlab, umuman dam olmasdan. Haqiqatan menga dam olish yaxshi bo'ldi, dam olganim. Столько лет работала без отдыха, вот сейчас отдыхаю, прям кайфую. Это такой кайф. Мне кажется, нужно было это. Перезагрузка, как говорится.